Mana shunday saf tortdi markazda qirg'izistonlik futbolchilar. U tomonda turkmanistonliklar ham shunday ko'rinishda saf tortishdi. Mana ular endi seriya. Bu yosh toifasida bilasizmi, qiziq bu yigitlar uchun o'z kafa musobaqasida birinchi marta qatnashayotgan yoshlar aksariyati va ular seriyada kuch sinashyapti. Derbida albatta futbolga endi kirib kelyapti. Juda qiziq ular uchun. Va mana shunday irodalarni sinovdan o'tkazish uchun imtihon ular uchun. Qirg'izlar boshlab berdi, gol ura olmadi. Darvozabonni muvaffaqiyatli o'ynadi. Azim Abayev ishonchli o'ynadi. Kanat Rahatov gol ura olmadi. Kanatbek afsuslanma bo'lib turadi. Jamoadoshlari bu yog'iga uni xatosini to'g'rilashga intiladi. Turkmanistonliklarda ishonch ortdi. Ular birinchi bo'lib hisobda oldinga chiqib olishlari mumkin agar mana bu 11-raqamdagi jamoa sardori Sulaymon Nazar gol ursa. Diqqat bilan vaziyatni kuzatamiz. Sulaymon Nazar jamoa sardori o'ng oyog'ida tepdi, gol urdi, 1-0. Turkmaniston seriyada hisobda oldinga chiqib oldi. Qirg'iziston boshladi, Turkmaniston birinchi zarbalardan keyin oldinda. Yaxshi tepdi. Yana darvozada Abayev, endi Aleksandr Berizuk to'p yonida. Berizuk gol urdi. Turkmanistonlik o'yinchining zarbasiga o'xshash-a? Birolar. Ahmet Allaberdiyev. Murabbiyni turishiga e'tibor berdingiz-a? Derbi bu. Yutishni xohlaydi. Derbilarda futbolda bahs qiziq bo'ladi-ku. Ikkinchisi Turkmanistonda xatosiz boshladi ular. Turkmaniston ikkinchi zarbani ijro etadi. Xudoy nazar Meredov gol urdi. Kubar Turkmanistonga. Juda xotirjam qabul qilyapti gollarni murabbiy. Darvozabonni aldash oson bo'lib ketdi. Qirg'iziston terma jamoasi darvozaboni yaxshiroqdek ko'ringandi harakatlarida, lekin u hozircha aldanishda davom etyapti. Azim Abayev darvozada. Kim to'p yonida? 9-raqammi? 19-raqam. Gol! 2-2. Faqat 3-zarba Qirg'iziston terma jamoasida. Baymuras Talabekov gol urdi. 3-zarba, 2-gol, umumiy hisob 2-2. Turkmanistonda 3-zarba endi bo'ladi. On 14-raqamdagi yigit Mikael to'p yonida va zarba berib hisobni yana o'sha tomonga 3-2 ko'rinishga keltiryapti. Adashmayapti turkmanistonliklar. Ularning irodalari mustahkamroq bo'lib chiqyapti. Bu darvozabon faqat bir tarafga tavakkal bu tomonga otilib ko'rsa bo'lar ekan, bitta qaytaradi. Har doim bitta xatoni qilyapti darvozabon. Juda kuchli emas, oddiy aldashyapti uni. Balki hozir men aytgan fikrni Kuliyev keyingi seriyada amalga oshiradi. Lekin hozir mana jamoadoshiga omad tilab to'pni olib kelib berdi. Belgilangan nuqtaga qo'yish kerak. Xolboyev, Beknur.
Beknur Azim Abayev bilan duelda yutib chiqdi. 3-3. Faqat bu Qirg'izistonda 4-zarba. Yaxshi debdi. Ishonch bilan bajardi. Seriyada ko'p adashmayapti, lekin juda ishonch bilan harakat qilyapti. Darvoza o'zi baribir katta bo'lgandan keyin bu yosh toifasida darvozabonlarning ham reaksiyasi unchalik tez bo'lmaydi. O'yinchilar aniq tepsa gol bo'lish ehtimoli katta bo'ladi. 4-zarba Turkmanistonda. Shomurod Shomurodov gol urdi juda ishonch bilan. Kuchli tepdi va bu safar darvozabon bu tomonga tashlangan, lekin havodan ketdi. Bu safar ham bu tomonga tavakkal tashlandi, havodan to'p ketib qoldi. Qirg'iziston terma jamoasi darvozaboni Daniel Kuliyevning reaksiyasi hozircha umuman ish bermayapti. Harakatlar muvaffaqiyatsiz ko'rinish olyapti. To'g'ri. To'g'ri hisob. Lekin Qirg'iziston bitta ko'p jarima zarbasini bajardi. Hozir ursa davom etadi, bo'lmasa tugaydi. Urdi, ishonch bilan urdi. Va Turkmanistonda hal qiluvchi zarba bo'ladi. 5-zarbadan keyin 4-golni urdi, endi hisobni tenglashtirdi. To'g'ri do'stlar. Mutlaqo ketma-ketlikda adashmasdan ketganim shu joyda xato etib yubordim. To'g'ri. Mana endi Qirg'iziston 5-zarbasini golga aylantirib, o'zi 1-zarbani amalga oshirganda ular goldan foydalana olmadi, gol ura olmadi penaltidan. Qolgan hammasini aniq bajardi. 4 gol urdi 5tadan. Turkmanistonda bu 5-zarba va hozir 5-raqamdagi futbolchi Ovez Muradov gol urganda tugardi seriya. Ura olmadi gol. Kuliyev qaytardi. To'g'ri bo'ldi. Davom etadi seriya. Qiziq. Hamma bittadan tepib chiqsa ya. Men faoliyatimda sharhlagan o'yinlarimda seriya bo'lgan, eng uzoq davom etgan seriyalarni eslayapman. 8-9 ham bo'lgan, lekin bu jamoalarning bu ketishida, darvozabonlarning bu harakatida zaxiradagilar ham penalti tepib chiqishi ham mumkin-da do'stlar. Endi bu ham bir taxmin. Hozir tugash arafasida darvozabon o'zini ko'rsatdi. Kuliyev. Qirg'izistonda 6-zarba. Bu yo'g'iga diqqat bilan zarbalarning sanog'ini hisoblaymiz. 5-4. Golni Turdiboyev urdi. Yazatbek Turdiboyev shu tarzda gol uryapti. Derbi 3-o'rin uchun bahs. Kafa o'smirlar musobaqasi. 6-zarba Turkmanistonda. Kuliyev uning ro'parasiga kelib darvozasiga gol urmoqchi bo'lgan o'yinchining ismi Doston. Doston Xunyazov gol urdi. Darvozabon to'pga tashlandi, o'tkazib yubordi. 5-5. 5-5 do'stlar. Qattiq debdi. Ozgina qoldi. Mustafa Abdayev to'p yonida. Abayev bilan duelda. Himoyachi qattiq tepmoqchi. Gol urdi. Reaksiyani qarang. Do'stlar, oddiy mahallada futbol o'ynaganingizda, seriyada kuch sinashsangiz, durang bo'lsa o'yin, qaysidir jamoa bilan siz havaskor futbolchilar o'ynaganingizda ham yoki bolalar futbolida, masalan, har kuni mashg'ulotlarda qatnashib murabbiy tomonidan o'tkaziladigan mana shunday seriyadagi musobaqalarda qatnashgan yosh futbolchilar bo'lsa, bilishadi, his-hayajoni o'zgacha bo'ladi. Bu turnir, bu rasmiy turnir baribir. Bu yerda ikki mamlakat vakillari, qo'shinlar bahsi, derbi. Albatta murabbiyning o'sha ixtirosini to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Gol. 6-6, 7dan tepishdi.
7 tadan zarba yo'llandi, 6 tadan gol urildi. Qirg'iziston boshlab berdi, Turkmaniston davom ettiryapti. Adashtirib yubormasligingiz uchun aytib o'tyapman. Qirg'izistonda 8-zarba. To'p yonida 7-raqam. Odatda 7-raqamlar kuchli o'yinchilar bo'ladi. Bekbul Nurbekov. Bekbul nima qiladi? Fikrni bir joyga jamladi va gol ura olmadi. O'sha fikrni jamlagan paytida darvozaga to'p tepganda hayajonlandi. To'g'ri tepib qo'ydi. Turkmaniston terma jamoasi darvozaboni 8-zarbani bartaraf etdi. 8 tadan 2 ta qaytardi. 7-raqam jamoa sardori Nurbekov gol ura olmadi. So'nggi zarba bo'lishi mumkin. 7-6 bo'ladimi, yo'qmi? Juda muhim zarba. Kuliyev boya 5-sini qaytarib seriyani davom ettirib berdi jamoadoshlari uchun. Ular yana pand berishdi. Endi esa Turkmaniston bronza medal sohibi. Ular 7-6 hisobda g'alaba qozondi va so'nggi ijro zo'r bo'ldi do'stlar. Dedar Hamraguliyev jamoasining so'nggi zarbasini aniq yo'lladi. 8 tadan zarba, 7-6 Turkmaniston 3-o'rin egasi Kafa U17 musobaqasida. Ularni tabriklaymiz mana shu chiroyli g'alaba bilan, seriyadagi muvaffaqiyat bilan. Qadrli do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Shu nuqtada xayrlashamiz. Translyatsiyalarni kuzatishda davom eting. Ertaga bu musobaqa finali, unda O'zbekiston va Tojikiston sportchilar terma jamoalari o'ynaydi.